Yangi sotib olganlar nima deydi? Har 5 minutda telefon qilaveringlar deydi. Uyga aytib qo'ygan. Bilsam deydi, men ham sotib olganligimni deydi. Bunday holatda kim ekan bu? Ha, o yana telefon qilyapti-yu. Qarz so'rayotdi. Alo, qancha? 10 million so'm. Bo'pti, keyingi borgin berib oladi. Hop. Hop. O'zi 1 million so'm ham yo'q cho'ntagida. Og'aylarning oldida men obro' olish kerak bular. Ko'pchilik shunaqa qilib yuradi. Puli to'lanmagan bo'lsa ham hozir 1 minutga telefon qo'yay deydi, boradi-da. O'zicha yuradi ayladi. Ulanmagan asli ulanmagan. Ha? Endi eshitmayapman. Uzr. Endi gapim olmabdi endi. Uzr. Ha, yo'q, yo, rasm olyapsizmi? Men sotuvdi gaplashyapman. Ashuna qilib yuraveradi aylanib. Bu bilmaydiki, mana miya qancha million radiatsiyalarni olyapti. Ertaga mana bunaqa qilib qolsak, bu radiatsiya mana shu betonlar teshib kirib keladi oldingizga. Nujini shu qulog'ingiz teshib kirib ketolmaydi. Bu go'shtku, bu g'irt go'shtku bu. Ya, mana shu yerda xato qilyapsiz. Men bu telefonni Gorobda ichidagi Texno City do'konidan olganman. O'zimizni qadrdon Tillohon aka qilib berishgan. Tillohon aka sifatli telefonlar olib kelishadi. Hammasi amerikanskiy, toza, original telefonlar. Undan tashqari, Nasiya savdoga ham bemalol bo'lib to'lashga ham bo'laveradi. Har doim men mana shuni qila olaman. Eng sifatli telefonlar Texno Cityda Tillohon akada bo'ladi. Shaharda yarim o'zi birati taniydi. Hozir kimni puli bo'lsa o'shani pochcha, tog'a deb yuryapti hamma. Amaki deb yuryapti. Bu qiyshiqmi, bu pachami, puli bor-da unda.